Assalomu alaykum. Evos restoraniga xush kelibsiz. Oyi, kassadagi qiz, xudo xolasa sizga aniq yoqadi. Tarbiyali, farosatli bo'lsa, ertaga yasovchilikka boraman. Mana bitta ko'rib chiqay. Ay, bu xo'roy kassaga qarab turing. Voy, buni qanaqa qilib ishlatadi? Keling, xola. Va alaykum assalom. Hozir bizda aksiya ketyapti. Lavash time combo. Ichida mini lavash tovuqli, kartoshka frit, sous, 03 pepsi. Atiga 35 mingga. Ismi? Men xos kelaman. Qalay ona? He, topdan qizni qursin xopmi? Mendan 2 yoshgina kichkina-ku, qaramasdan. Ekskluziv qursin seni. Oyi, voqma qilma. Ya, oyim voqma qilaveradi o'zi. Men hozir o'zim kirib ishib chiqaman. Qoch. Sadoqat, bir minut qarab turing, iltimos. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Tinchlikmi? Ha, xonador edim. Yaqinda tug'aman o'shancha. Yo'q. Ha, bunisi qiz kutmoqmiz. Birinchisi o'g'il. Ah, nima yeysiz, nima zakaz qilasiz? Men hozir kelaman. Qalay adi? Ey, iplos. O'g'ling ishga ketdim nima ish qilib yurganini bilasanmi? Ha? Yo, nima qilib ekan? Yurantda o'taman. Osh bo'lsa, yana kelib turing. Voy, tillaringizga shakar. O'zim kelin qilaman shekilli sizda. Rahmat. Allo? Jonim, oyimga nima deding? Yaxshi kuzatib o'zim kelin qilaman dedilar. Bashariy qursin, uyatsiz. Unaqaga o'xshamayapti-yu.